Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Yulduz Usmonova kansini qilganman bugun. Video montajda qilganman. Shu videoga like bosib qo'yib, videoni oxirigacha ko'ringlar. Azizlarim, uzoq yaqinda kelgan gullarni qabul qilishim kerak edi. Zamestnik faqat oldin o'tirganida man uzr so'rayman. Achchig'inglar kelib, g'ashlar qilmasin. Men ularga ham uzr so'rayman. Rahmat. Marhamat, hurmatli azizlar. Gul otganaganda hech ham hasharat bo'lmaydi. Sizlar o'zingizga kulsizlar, o'zingizlar. Juda chiroyli, rahmat, salomat bo'linglar. Faqat bitta professor bu mana 18-kun, 21-konsert kechagina boshlanadi. O'zi umuman tez o'tib ketyapti. Ilohim o'tayotgan umrimiz fayzli, barakali, bir unumli kunlardan bo'lsin, ilohim. Yurtimiz tinch bo'lsin. Yurtboshimiz umrlar uzoq bo'lsin. Hammangiz sog' salomat bo'linglar. Juda chiroyli, juda go'zal, har kuni shu muxlislar maza qilyapti. Konsertda savdosi yarashmas, dardi yarashmas. Oti ko'chib borar afsonalarni. Fojia yechimsiz kurashmas. To'rlari muttahamlardan. Endi qo'rqoqlikning oti sabrdir. Xiyonatning nomi o'tib